Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomizda biz tushuntirib bermoqchi bo'lgan mahsulotlarimiz bu stabilizatorlar. Bu stabilizatorlar Xitoy zavodida ishlab chiqarilgan original mahsulot bo'lib hisoblanadi. Stabilizatorlar asosan relenli va laterli turlarga bo'linadi. Hozir etapma-etap, qadamma-qadam 2026-yildagi narxlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi navbatda stabilizatorni relenli stabilizatorlar bilan tanishtirib o'taman. 220 voltda ishlaydiganlarini. Ikkinchi o'rinda laterli stabilizatorlarni 220 voltda ishlaydiganlari bilan tanishtirib o'taman. Uchinchi navbatda laterli stabilizatorlarni 380 voltda ishlaydiganlari bilan tanishtirib o'taman. Tayyor bo'lsak, boshladik. 2026-yildagi stabilizatorlarni narxlari bilan tanishtirishni boshlaymiz. 1 kilovatdan boshlaymiz, 600 kilovatga borib to'xtaymiz. Relenli stabilizatordan boshlaymiz. Mana bu stabilizatorimiz 1 kilovatli relenli stabilizator bo'lib, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Komplektida kabellari, rozetkalari bor. Bu stabilizatorimizning narxi $30. Xo'p, yonidagisi, keyingisi 2 kilovatli stabilizator 90 dan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Devorga osiladi, yerga ham turadi. Universal komplektida kabellari, rozetkalari bo'ladi. 2 kilovatli relenli stabilizatorimizning narxi $40. Xo'p, bu stabilizatorimiz 3 kilovatli relenli stabilizator bo'lib hisoblanadi. 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Komplektida bypass avtomatlari, zadержка rejim funksiyalari bor. O'zining alohida rozetkasi bor, ventilyatorlari bo'ladi va kabellari komplekt. 3 kilovatli stabilizatorimizning narxi $55. Xo'p, keyingisi 5 kilovatli stabilizator 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Komplektida bypass avtomatlari, funksiyalari, zadержка funksiyasi bo'ladi, ventilyatori bor. Shunir kabellari va rozetkalari bo'ladi. Bu stabilizatorimiz ham universal, devorga ham osiladi, yerga ham turadi. 5 kilovatli stabilizatorimizning narxi $75. Mana bu 10 kilovatli stabilizator bo'lib hisoblanadi. Buni ham ustanovkasi universal, devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Avtomatlari bypass avtomat rejimda bo'ladi. Zadержка funksiyasi bor, 180 sekund, 3 sekund, 2 xil funksiyasi bo'ladi. Xo'p, sovutish uchun alohida ventilyatorlari bor. Kilemlik orqali ustanovka qilinadi, rozetkalari bo'ladi. 10 kilovatli stabilizatorimizning narxi $120. Xo'p, keyingi stabilizatorimiz 15 kilovatli stabilizator, relenli stabilizator. 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Avtomatlari bypass avtomat, funksiyasi zadержка funksiya bor. Komplektida devorga